Hop, 48 savol. Xo'p, hisoblang debdi. Nima qilamiz? Kvadrat bilan ildiz sara modul qoladi. 5 taqsim 2 minus ildiz ostida 5 moduli minus. Xo'p, ana bu kub ildizlar qisqarsa, u kub ildizlardan shunchaki 3 taqsim 2 minus ildiz ostida 5 chiqaveradi. Va uni 1 taqsim 2 darajasi bor ekan. Minus ildiz ostida 2 kara sinus 7 pi taqsim 4. Bu bittani olib kelsa, minusdan plusdan sinus pi taqsim 4 beradi. 2 pi dan ayirib oldim. Nima bo'lyapti? Birinchi modul ichini manfiymi, musbatmi? 5 taqsim ildiz ostida 5 kattami ekanini desa 5 taqsim 2 katta bo'lar ekan. Demak, shunday ochilaveradi. 5 taqsim 2 minus ildiz ostida 5 bo'lib ochilaveradi. Ikkinchisi minus 3 taqsim 2 plus ildiz ostida 5. 1 taqsim 2 plus ildiz ostida 2 kara sinus 45 da ildiz ostida 2 taqsim 2. Mana bu bilan mana bu ketdi. Ana bunga qiymati 1. 1 ni 1 taqsim 2 plus 1. Javob 2 ekan.